Kununa 1-2 dollar yoki oyina 100-200 dollar tejab qolishni istasangiz, videomizni oxirigacha ko'ring. Sentrga eng yaqin joylardan birisi bu Kon aeroport va Kon aeroportda 2 sotkali uchastkalarimiz bugun sotuvga chiqdi. Kirib kelishimizda sizlarni uzun va 1/20 bo'lgan koridor kutib oladi. Chap qo'limizda va o'ng qo'limizda xonalar mavjud. 3-xonamizning ham razmeri umumiy 3/5 razmerda bo'ladi, ya'ni 3 ta xonamiz ham. Xohlang shunday korobka holatida sotib olsangiz bo'ladi. Santexnik ishlari qilingan, yevromontaj bo'lgan va kanalizatsiya kolodets masalalari polni yechilgan do'stlar. Patologimizda esa natijali patologiya yoki gipsokardon bilan yo'q bo'lsangiz ham bo'ladi. Qamishlar bilan zakonniy bostirilib turibdi. Bu esa kuxnyamiz, razmeri 4/5 razmerda bo'ladi va har bir xonamizda, даже kuxnyamizda ham podvallari qilingan do'stlar. Ichi chega bilan to'ldirilgan. Ertang chang bo'lmaydi. Do'stlar, joyimiz polniy shipirlanib turibdi va orqa tarafimiz esa stajga qilingan. Nechun o'zi 100-200 dollar deb so'yladim boshida deydiganlar uchun sentrga bu joyimiz unchalik ham uzoq emas. 1 yoki 1,5 kilometr chiqadi. Oshib borsa hokimiyatga. Taksi kerak bo'lsa 14-11 Megagodan foydalaning. Arzon va qulay. Joylarimizning lokatsiyasi Kon aeroportda, Kona Urganch yo'lda bo'ladi do'stlar. 4 tanasidan hozircha 2 tasini sotdik va 2 tasi qoldi. Buning sohibi siz bo'lishingiz mumkin yoki sohibasi. Aholi gavjum joyda joylashgan va gaz bor do'stlar bu yerda. Endi narx-navlarga keladigan bo'lsak, 380 million so'm korobka bahoga aytib turibmiz. Sirtlarni polni ishlab beramiz. Remont desangiz 430 million so'm pul bo'ladi do'stlar. Kredit desangiz kredit va naqd desangiz naqd liboy turda bor. Agar pulingiz yetmasa, 6 oy muddatga rassrochka ham bor do'stlar. Qiziq bo'lsa pastdagi nomerlarga chiqasiz va shunday kontentlarni o'tkazib yubormaslik uchun bizlarga azob bo'lib qo'yasiz.